Tovuqlarga noto'g'ri dori berish qanaqa omillarga olib kelishi mumkin? Tovuqlarda dorilarni to'g'ri berish juda ham muhim omil. Kam berib yuborsak yoki kasallikka to'g'ri diagnoz qo'ymasdan noto'g'ri dorini tanlasak ham unda natija bo'lmaydi. Yoki ko'p berib yuborsa ba'zi dorilar zaharlashi ham mumkin. Shuning uchun dori tanlayotganda avvalambor to'g'ri diagnoz qo'yish kerak. Shu diagnozga moslab antibiotikni tanlash kerak va keyingisi uni dozasini ham to'g'ri tanlab berish kerak. Juda ham ko'p uchratamiz. Dori berdim deydi, lekin natija ko'rmadim deydi. Uni sababini qidirganimizda o'sha kasalga umuman to'g'ri kelmaydigan boshqa antibiotik berishgan bo'ladi. Vaholanki u antibiotik havoga uchganday bo'ladi. Ham puldan zarar, ham tovuqi qancha o'lib ketadi shu oraliqda. Ikki tarafdan zarar ko'rishadi. Shuning uchun dorilarni avvalambor to'g'ri diagnoz qo'yib, mutaxassis maslahati bilan berishsa, o'shanda foydali bo'ladi.